$140,000 ga 100% bitirib beriladi va siz qanaqa bitirilayotganini ko'rishingiz mumkin. 20 kun, 1 oy ichida 100% bitirilib beriladi, chunki ancha ishlari bo'lgan. Bundan oldin kelib ko'rsatgandim, bir hafta 10 kun oldin bu darvozalari yo'q edi, bu yerda o'rak o'lashyotdi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, Boshpana TV YouTube kanalimga ham o'tib obuna bo'linglar. Kimga uy joy qidirayotgan bo'lsa, videoni jo'natib qo'yinglar, albatta sizlarga yoqadi. Manzillarigacha yetib o'taman. Xo'p, darvozaxonasi baquvvat yaxshi darvozalardan qo'yilgan, bemalol bu yerdan bitta mashinangiz sig'adi va bu tarafda yozgi oshxona qilsangiz bo'ladi bemalol. Bitta mashinangizni qo'yasiz va mana kafillarni ham, burchaklarini chiroyli qilib, qop-qora kafil, baquvvat yaxshi kafillardan qilishgan. Uyni 100% bitirib berishadi. Mana shu ekrangizda chiqib turgan rasmlar bilan birga bir bo'ladi. Bu yerga bemalol stol qo'yib joylashib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Birinchi qavatda nimalar bor? Birinchi qavatda uzun bitta koridori bor. Elektr ishlari barchasi uz kabeldan ishlatilgan. Topli pol, ikkala qavati ham, topli pol ham nima deydi? Turkiya mahsulotlari. Xo'p, TV zonasi, bu yerda katta zal, TV zonasiga Wi-Fi kabellari, hamma simlari kelgan. Katta akfa romlari bor. Bemalol bu yerda 25 kishini mazza qilib kutib olsangiz bo'ladi. Mana 100% bitirib beradiganim javobi kelib bemalol ko'rasizlar, qanaqa mahsulot ishlatyapti, qalinligi qancha, yaxshimi, sifatlimi, yo'qmi ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga telefon qiling, o'zim borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishga sababchi bo'lib qolaman. Ustalar ishlab yotishibdi, ish jadal. Chunki ustalar hozir sezonda ishlab olish kerak. Bu yerda mana birinchi qavat uchun umumiy sanuzellar joylashgan, kafillari bo'lgan. Mana bu yerda bitta oshxonasi va bitta yotoqxonasi bor. Orqa hovlilari bor, akva romlari qo'yilgan. Xo'p, davom etamiz. Bu yerga mana zinani tagidan unumli foydalanishgan kir yuvish mashinasini qo'yasiz va orqaga zinani tagiga ro'zg'or mahsulotlaringizni qo'yasiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz, ketdik. O'rtoqlar, mana ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Ikkinchi qavatda juda ham ko'p ishlar bityapti, mana ko'ryapsizlar. Ikkinchi qavatda aboylarni boshlashgan, chiroyli, atachentoli, qimmat mo'yish aboylardan ishlatishyapti. Ikkinchi qavat uchun hol, hamma joy topli pol, mana o'rtoqlar, turetskiy mahsulotlaridan ishlatilgan, oddiy mahsulot ishlatilmagan. Turetskiy yaxshi narsalarni ishlatishgan, ishlatgan bu yerda yashagan odam maza qilsin, ertaga qarg'ab yurmasin deb. Bular zo'r ustalar, quruvchilar bekorga hali bitmasdan oldin ko'rsat obunachilaringga nimalar ishlatayotganimga uverin bo'lganim uchun men bemalol ochib beraman dedilar. Kelib 2 safardan meni ko'rsatyapmiz. Bu yerda ham mana aboylar salkam bitib qolgan, ko'ryapsizlar. Yaxshi, yorqin ranglardan bemalol bolalar yotoqxonasi yoki kattalar yotoqxonasi qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda yana bitta mana bolalar yotoqxonasi, bittasini qiz bolalar, bittasini o'g'il bolalar qilsangiz bo'ladi. Aboylari bityapti, tashqariga qaragan, orqa hovliga qaragan. Akfa romlari bor, oddiy romlar emas. Bu yerda ko'rsatdik umumiy sanuzelni, holni ko'rsatdik va ikkinchi qavatdagi master spanli. Bu yerda ham aboylarni ko'ryapsizlar, mana quyosh tushib turgan tomondan bitta ko'rsatdik, chiroyli aboylari zo'r. Xo'p, bu yerda garderobi bor. Bu tarafda bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatib bor, yo garderob tushunarli. Bu yerda mana kafillari bitgan, sanuzeli joylashgan Toshkent shahri, Sergeli tumani, Sultonobod mahallasi, 1.7 sotuv yer maydoni, 5 xonasi bor, alohida oshxonasi bor. Hammasi 100% sizga bitirib beriladi. Narxi $140,000, pastdagilar nomeri bemalol telefon qilib savdolash xarid qilsangiz bo'ladi. Siz ham uy joy sotish kerak bo'lsa, tepada nomerlarimga telefon qiling, bor chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Shu videoni kim uy joyli bo'lsa, mana shu uyni Alloh nasib qilsin shu insonga degan yaqin insoningizga jo'natib qo'ying. Allohim 2026-yilda bundan zo'r uylar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.